Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bu videom yaqinda 25 yanvar kuni Las Vegas shahrida, Amerikaning Las Vegas shahrida hamyurtimiz xorazmlik bokschi Isroil Madrimov va Dominikan Respublikasi bokschisi Luis David Salazar jangi haqida bo'ladi. Avvalambor bu jangda Isroil Madrimovni qozongan g'alabasi bilan tabriklayman. Bu jangda Isroil Madrimov 10 raundlik jangda Isroil Madrimov ochkolar hisobida 99-91 hisobi bilan Luis David Salazar, Dominikanlik Luis David Salazar ustidan g'alaba qozondi. Tabriklayman Isroil Madrimovni g'alabasi bilan. Ilohim keyingi g'alabalari ham keyingi janglarda g'alabalari yana bardavom bo'lsin ilohim. Kanalimga obuna bo'linglar, obuna bo'lmaganlar videolarga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Shunda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar, kanalimga obuna bo'lib. Shunda yangi videolarni o'tkazib yubormaysizlar, kanalimda chiqqan yangi qiziqarli videolarni. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar kanalimga. Qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Isroil Madrimov g'alabasi bilan tabriklayman. Ilohim kelajakdagi janglarda ham g'alabalar tilab qolaman yana. Sog' bo'lsin ilohim. Hamma bokschilarimizga, vatanimiz bokschilariga hammasiga omad tilayman. Kelgusi janglarda hamma bokschilarimizga, xususan Bahodir Jalolov va boshqa bokschilarimizga hammasiga omad tilab qolaman. Shohjahon Ergashev va boshqa bokschilarimizga hammasiga. Va MMA jangchilarimiz Nursulton Ro'ziboyev, Ramazon Temirov, Shahzod Gold va boshqa Bobur Abdulazizov va boshqa MMA jangchilarimizga ham hammasiga omad tilayman kelgusida bo'ladigan janglariga. Isroil Madrimov, ilohim g'alabangiz bardavom bo'lsin. Sizni har doim qo'llab-quvvatlayman. Xorazmdan Hazarasublik vatandoshingiz sifatida